Bugungi kunda mamlakatimizda kommunal sohani tubdan yangilash, aholini sifatli ichimlik suvi, issiqlik va zamonaviy infratuzilma bilan ta'minlash borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. 2030-yilgacha aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasini 90% ga yetkazish, issiqlik ta'minoti qamrovini esa sezilarli darajada oshirish ustuvor vazifalardan biri etib belgilangan. Ana shunday ezgu maqsadlar Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida keng qamrovli bunyodkorlik ishlari bilan davom ettirilmoqda. Bugungi kunda tumanda qurilish va kommunal sohada amalga oshirilayotgan ishlar aholining turmush darajasini yaxshilash, yashash sharoitlarini yanada qulaylashtirishga xizmat qilmoqda. Xususan, hududda barpo etilayotgan Yangi O'zbekiston massivida zamonaviy uy-joylar bilan bir qatorda ijtimoiy infratuzilma obyektlariga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Chindobod MFida Yangi O'zbekiston massivida 5 qavatli, 1 yo'lakli turar joy binosini qurmoqdamiz. Hozirda qurilish ishlarimiz 5-qavatni g'isht terish ishlari ketmoqda. Ishchi kuchlarimiz yetarli. Qurilishlarimiz hammasi davlat standartlari asosida bajarilmoqda. Asosan qurilishda sifatga e'tibor juda kuchli bo'lmoqda. Xodimlarimiz ham astoydil xizmat qilmoqda. Hozirgi kunda mahallamizda bu yangi massiv qurilmasdan oldin 73 ta ko'p qavatli uylarda 7000 ga yaqin aholi istiqomat qilar edi. Hozir ularning talabi, ya'ni aholining yashash sharoiti qiyinligi, bitta xonadonda 2 ta, 3 talab oilaning yashash hisobiga bizda juda ham ko'p muammo bo'lar edi. Boyagi uylarning yetishmasligi. Mana bu yangi O'zbekiston massivining qurilishi muammoning yechimini topdi. Ya'ni bu yerda hozir ko'ryapsiz, 1000 ga yaqin aholini xonadonni ko'chib kelishi kutilyapti. Bu natijada biz yana 5000 ga yaqin aholi ko'payadi. Bu degani Chimot mahallasining o'zida 10 mingdan ortiq aholi yashaydi degani. Bu uylarning qurilishi to'liq zamon talabiga javob beradigan xonadonlardan bittasi. Ya'ni ichida issiq suv deymizmi, sovuq suv deymizmi, ta'miri deymizmi, bu uylarimiz to'liq markazlashgan issiq tarmog'iga ulangan. Bu uylarimiz ko'rgan bo'lsangiz asosiy qurilish jihozi pishig'ich, bu ham o'ziga yarasha boyagi issiq sovuqdan himoyalaydi. Bundan tashqari har bitta nafaqat bu yerdagi domlar, hattoki eski domlarimiz ham 100% bazalt qoplamasi bilan qoplangan. Bu bizda salkam 50-60% elektr energiyasini tejash imkonini berdi. Qulayliklari birinchi navbatda fuqarolarimizni eng chiroyli zamonaviy uylarda yashashi bo'lsa, ikkinchi qulayliklari sharoitlar. Bolalarimiz bemalol o'ynashga imkoniyati bor. Mana hozir ko'ryapsiz, hattoki o'yingohlar qurib beryapmiz. Kechqurun yurish uchun bolalarga 24/7 ko'chalar tashkil qilib beryapmiz. Asfaltlashgan ko'chalar, u yerda parkoutlar, o'yingohlar, nima desangiz borda. Tumanimizda kanalizatsiya tizimi umuman deyarli yo'q edi, ishlamagan, yo'q bo'lgan. Nafaqat hovlilarda, hatto ko'p qavatli uylarimizda ham ishlamagan. Hozir esa prezidentimizning qarori asosida bizga yetarli mablag' ajratildi. Nafaqat bu yangi massivdagi uylarimiz, hattoki eski tipdagi uylarimiz ham 100% kanalizatsiya tizimiga ulangan. Fuqarolarimiz juda ham mamnun, xursand. Hozirgi berilgan sharoitlar, imkoniyatlardan juda ham mamnun. Chunki oldin uy yumushlar bilan band bo'lsa, hozir bemalol uy ishlardan chekingan holda o'zlarining sog'ligiga qarashga, kechqurun chiqib yurishga, aylanishga, tabiatdan bahra olishga ularning imkoniyati bor. Yangi O'zbekiston massividagi hayot butun hozir ko'ryapmiz, butun O'zbekistonga tarqalgan. Chunki televizorni ko'rsak, qayerga qaramak o'zgarish, yangilanish, yangi qurilishlar, mana shuni davomiy bo'lishini xohlayman. Chunki bizga yangilanish, yasharish yarashadi. Yangi O'zbekiston massivi hamda bu kabi aholi yashash manzillarining ko'payishi o'z-o'zidan oqova suv tizimiga bo'lgan talabni oshiradi. Tumanda eski irrigatsiya va suv tarmoqlari 1970-yillarda qurilgan bo'lib, hozirgacha 30% oqova suvni yo'qotish imkoni mavjud edi. O'tgan yili tumanda davlat xususiy sherikchilik asosida loyiha qiymati 21,6 million dollarga teng bo'lgan zamonaviy aqlli suv boshqarish tizimi qurilib ishga tushirildi. Natijada suvdan foydalanish samaradorligi oshdi. Qo'shimcha 20% gacha suv tejash imkoni yaratildi. Tumanning Sanoatchilar mahallasidagi sutkalik 4000 metr kub oqova suv tozalash inshooti asosan mahalla kichik sanoat zonalari va aholi punktlari oqova suvlarini tozalab, ekologiyani yaxshilash, yer osti suvlarini ifloslanishdan saqlash, aholi salomatligini himoya qilish uchun ham juda muhim. Mazkur inshoot davlat dasturlari doirasida qurilayotgan zamonaviy lokal oqova suv tozalash tizimlaridan biri bo'lib, u Do'stlik tumanida ekologik va infratuzilmaviy muammolarni hal qilishga xizmat qiladi. Yangi tizim oqova suvlarini maishiy va bakteriologik tozalab, qishloq xo'jaligida foydalanish uchun yetkazib beradi. Kommunal xizmatlar sifatini oshirish borasida yana bir muhim qadam markazlashgan issiqlik ta'minoti tizimining yo'lga qo'yilganidir. Ilgari mavjud bo'lmagan ushbu tizim bugungi kunda aholi xonadonlariga barqaror va uzluksiz issiqlik yetkazib bermoqda. Bu ayniqsa qishki mavsumda aholining turmush darajasini sezilarli darajada yaxshilaydi. Turgan joyimiz Yangi O'zbekiston massivining asosiy nuqtalaridan biri hisoblanadi.
ko'rib turganingiz, yangi O'zbekiston masjidida qurilayotgan ko'p qavatli uylarni eng zamonaviy markazlashgan isitish tarmog'i hisoblanadi. Bu markazlashgan isitish tarmog'iga 11 milliondan ziyod mablag' ishlatildi. Qozonxonalar to'liq ishga tushirilgan. Hozirgi kunda 400 ta xonadonni o'z egalariga topshirildi. Bu xonadonda hamma qulay sharoitlar yaratilgan. Hozirgi kunda 600 ta xonadon, ko'p qavatli 30 ta uylarda qurilishlar davom etmoqda. Bizning rejamiz sentyabr oyiga qurib bitkizib o'z egalariga uylar topshirish. Yangi O'zbekiston massivida yashovchilar uchun 200 o'rinli zamonaviy bolalar bog'chasi bunyod etilib, foydalanishga topshirildi. Bu nafaqat yosh avlodning har tomonlama barkamol ulg'ayishi, balki ota-onalar uchun ham katta qulaylik yaratmoqda. Yangi bolalar maskanida ochiq o'yin maydoni mavjud. Shuningdek, har bir bo'limning zamonaviy jihozlar, o'yinchoqlar va zarur o'quv qurollari bilan ta'minlanganligi bu yerda tarbiya olayotgan jajjilarning maktabga tayyorgarliklarini ta'minlab beradi. Bu kabi loyihalar davlat xususiy sheriklik asosida hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali amalga oshirilmoqda. Natijada tizim samaradorligi ortib, xizmat sifati yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Do'stlik tumanimizda hozir ayni vaqtda 19 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti va 50 ta nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat yuritib, bu yerdagi, ya'ni Yangi O'zbekiston massifidagi yangi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining tashkil etilishi bu albatta eng avvalo ota-onalar uchun yaratilgan qulaylik bo'lib, bu davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimizda bolajonlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan va bu albatta ota-onalarni quvontirish bilan birgalikda bizning pedagoglarimizni ham bolajonlarga sifatli ta'lim tarbiya berishlarida asos bo'ladi. Bu yerdagi bolajonlarni kelajakda albatta har tomonlama rivojlangan, har tomonlama kamol topgan, o'zimizni milliy ma'naviy ruhda tarbiyalangan bolalar bo'lishida sharoitlarimiz alohida ahamiyatga ega. Ayni paytda yangi massivda qurib bitkazilgan 20 ta ko'p qavatli uylarga 400 ta oila ko'chib kelishgan. Shular qatoridagi Lapasovlar oilasi ko'p yillar 4 nafar farzandi bilan ijarada yashab kelishardi. Oila vakillari bugungi islohotlardan mamnun. Biz ushbu xonadonni subsidiya asosida uzoq yillik muddatga ipoteka kredit asosida xarid qilganmiz. Ilgari oilamiz bilan bir necha yil ijarada ham istiqomat qilganmiz. Oilamiz bilan birgalikda juda bir yaxshi sharoitlarga ega, xonalarda kengligi, yo'laklarda kengligi, issiq suv, sovuq suv, gaz ta'minoti mana yaqinda qish faslidan o'tdik. Isitish sistemasi ham markazlashganligi bu ham bir qulayliklardan biri bo'ldi. Bu Yangi O'zbekiston massividan xonadon xarid qilganimiz tumanimiz markazida joylashgan bu xonadonlar. Yana bir qulayligi farzandlarimizga ham juda qulay, sababi yonimizda bog'cha va maktablar joylashgan. Endi bu yerda biz farzandlarimizni bemalol o'qitib, kelajakda vatanimizga xizmat qiladigan farzandlar bo'lib tarbiyalashga harakat qilamiz. Albatta, bunday keng ko'lamli ishlar ortida fidoyi soha xodimlarining zahmatli mehnatlari mujassam. Ularning sa'y-harakatlari tufayli bugun tuman qiyofasi tubdan o'zgarib, zamonaviylik sari dadil qadam tashlamoqda. Yurtimizda kommunal soha xodimlarini qo'llab-quvvatlash, ularning mehnatini munosib rag'batlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu sohada faoliyat yuritayotgan mutaxassislarning yanada samarali ishlashiga turtki beradi albatta. Muhtaram Prezidentimizning Jizzax viloyatiga tashrifi davomida bizning Do'stlik tumanidagi mavjud 256 ta ko'p qavatli uylarga tom qismini ta'mirlash, bazalt bilan qoplash, kirish yo'laklarini ta'mirlash, ichimlik suvi, oqova suv tarmoqlari bilan ta'minlash maqsadida jami 32 milliard mablag' ajratildi. Ushbu ajratilgan mablag'lar Do'stlik tumanida Chinobod mahallasidagi 67 ta ko'p qavatli uylar to'liq ta'mirlandi, bazalt bilan qoplandi, tom qismi ta'mirlandi, kirish yo'laklariga temir eshiklar, framogalar o'rnatildi. Bundan tashqari oqova suv, suvoqova tarmoqlari to'liq ta'mirlandi. Tumanda bitta markazlashgan holda yangi zamonaviy tipdagi qozonxona tashkil etildi. Ushbu qozonxona 3 ta ijtimoiy obyektni hamda ko'p qavatli uylarda issiqlik suv tarmog'i bilan to'liq ta'minlandi. Biz 2026-yilda qolgan mahallalarimizda yana kirish yo'laklarini ta'mirlash, tom qismlarini ta'mirlash, oqova suv, kanalizatsiya tizimlarini to'liq ta'minlashni o'zimizga reja qilib olganmiz. Muhtaram Prezidentimizning kuni kecha soha vakillariga yo'llagan tabrigidan biz g'ururlanib, mag'rurlanib, bundan ham o'zimizga bir kattalar marralar belgilab oldik. Butun respublikamiz bo'ylab aholini markazlashgan ichimlik suvini 90% ga yetkazishni belgilab berdi. Bugungi kunga kelib Do'stlik tumanida ko'p qavatli uylarda yashovchi fuqarolarni
turmush sharoiti juda yaxshilangan, aholimiz bundan juda xursand. Hali oldimizda qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Bajariladigan ishlar, bularni hammasini o'zimizga bir belgilangan reja grafik asosida belgilab olganmiz. Nasib qilsa bularni hammasini muhtaram prezidentimiz bergan topshiriqlar asosida to'liq amalga oshiramiz. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Do'stlik tumanida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, yangi massivlar, zamonaviy infratuzilma loyihalari nafaqat bugungi kun, balki kelajak avlod uchun ham mustahkam poydevor yaratmoqda. Bu yangi O'zbekiston g'oyasining amaldagi ifodasi desak, mubolag'a bo'lmaydi.